Barchaga assalomu alaykum. Bizni YouTube ijtimoiy tarmoq orqali kuzatadigan doimiy mijozlarimiz bormisizlar? Sizlar bilan ko'rishmaganimizga ancha bo'lib ketdi. Xo'p, uzoq qaytishdan so'ng mana bitta zo'r texnika bilan qaytdik. Ozgina bizda tanaffus bo'ldi, dam olish vaqti bo'lib qoldi yozda, yoz faslida. Va ishga qaytdik mana. Hozirlarga bitta mana 145 talik Hyundai texnikamizni ponni obzorini qilamiz, ko'rsatamiz. Ishlash jarayonlari, to'liq ma'lumoti va narxini ham aytamiz, qayerga sotganimizni ham aytamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, ushbu texnikamiz haqida ma'lumot beramiz. Havo juda ham ajoyib, yomg'ir yog'yapti. Agar videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarga katta rahmat aytamiz. Sababi biz mana yomg'irda shunday bo'lsa ham video olyapmiz. Xo'p. 145 talik Hyundai 2017 yil 8700 soat ishlagan texnikamizni sotdik Samarqand viloyatiga. Doimiy mijozimizga bizda shu yil hisobidan 3-marta texnika olishi, mana shu yil hisobidan va mana 3-chisi xudo xolasa kecha buni tashlaganimizda o'zlariga ko'rinishi ham o'z texnikani aytib turibdi, juda ham ma'qul kelganligi va bugun sirazi keldik. Mana darhol texnik holatlarini tekshirdik, strelalarni ponni tekshirdik. Svarka tekkan joylari, ya'ni eng asosiy qismlari buni bilasizlar. Muammosi yo'q. Komplektida bitta o'zini asosiy kovushi bor. O'zini asosiy kovushi va 360 adapteri va bitta qisqichi bor. Ularga shu kerakli ekan, shuning uchun shu holatda jo'natib berilyapti. Agar sizlarga misol boshqa insonlarga misol uchun full komplekt qilib beringlar desanglar, mana bunaqa adboniylarni qo'shib berishimiz mumkin. Xolasa yana bitta kovush qo'shib beramiz. Xullas bizga ikkita kovush kerak, qo'shimcha adboyni kerak deb qolishsa, mijozlar biz albatta uni ham yo'lini qilib beramiz. Balonlari yangi ekan, juda ham yaxshi. Taglari hech qayerdan bir yog' oqib, hali shlanglari qo'yib yormagan, radiatorlari ham zo'r, yangi holatda, toza holatda turibdi. Videoni davomida albatta ishlayotgan kadrlarini qo'yamiz. O'zingizlar bir ko'rasizlar. Bu texnikamizning narxi $64,000 bo'ldi. Shu holatda yetib borishi ham ichida, ya'ni yo'l kirasi ichida biz o'zimiz yetkazib beramiz tamojnigacha. Bilasizlar, bizda o'sha tamojnigacha boradi, lekin tamojni to'lovini to'lab chiqqandan keyin u Surxondaryoda bo'ladimi, Samarqandda bo'ladimi, Qoraqalpog'istonda bo'ladimi, ularni ham o'zimiz yuklab yetkazib beramiz agar yetkazib beringlar deyishsa. Bo'lmasa ko'pchilik endi o'zimiz kelib olib ketamiz deydi. Ba'zilar olib kelib beringlar deydi. Xullas, mijoz bilan ya'ni buni kelishamiz. Nima xohlashsa biz o'shani qilib berishga harakat qilamiz. Bizni doimiy kuzatadigan insonlar o'zlari biladi. Albatta izohlarda yozib qoldiringlar. $64,000 ga 145 talik 2017 texnikamiz arziydimi, arzimaydimi? Endi ko'pchilikga qimmat, balobatlar deyishi mumkin, lekin texnikalar ham biroz Koreyada ham, mana Janubiy Koreyada ham narxlari biroz ko'tarilib qoldi. Biz bilan doimiy ishlaydiganlar o'zlari bilishadi. Kelishib ishlashamiz, lekin mana agar Janubiy Koreya bozorini bir naq ko'rsanglar, tekshirib ko'rsanglar, biroz ko'tarilib qoldi, lekin mana sekin tushyapti. O'zi bir ko'tariladigan payt bor, bir tushadigan payt. O'sha payt kelib, mana endi sekin narxlar tushib, xudo xolasa bundan keyin yana tushib boraveradi. Shuning uchun mana dekabrgacha vaqt bor. Keyingi yilda sezonni boshlash uchun hozir ko'pchilik texnika olish harakatida. Shuning uchun bemalol bizga o'sha doimiy telefon raqamlarimiz murojaat qilsanglar, sizlarga mana Volvo desanglar Volvo, Hyundai desanglar Hyundai, kattami, kichkinami umuman farqi yo'q. Xudo xolasa qo'limizdan kelganicha xizmat qilib, sizlarni nima deydi, xohishinglarga qarab biz ya'ni xizmat qilishga harakat qilamiz. Arti Holdings kompaniyasi Janubiy Koreyadan sizlar uchun doimiy xizmatda.